Bugun xo'jayinim bilan dam olish kunlari edi. O'choqda ovqat qilishni bilasanmi deb qoldilar. Yo'q, adijonisi desam, yurindi o'zim senga zo'r qilib o'choqda qozon kabob qilib beraman dedilar. O'choqni yoqib qozonga dumbalarni solib, jizza qilib, dumba yog'ini ustiga pista yog'ini qo'shib yubordilar. Bu orada ikkalamiz birgalashib kartoshkalarni ham tozalab oldik. Tozalangan kartoshkalarimizni qizib turgan yog'da shunaqa tillarang qilib qovurib berdilar. Bu orada qo'yi koreykasini laganga terib, ustidan tuz ziralarni sepib, yaxshilab go'shtni bir-biriga ishqalab chiqdilar. Shunda tuzlari bir-biriga ko'targan. Bunaqa suvda o'choqning tepasida chang'ab qolib, orada obi-hayot suvlaridan ham ichib oldik va ishimizni davom ettirdik. Kartoshkani qovurgan yog'imizda go'shtimizni ham qizartirib qovurib, qozondagi hamma yog'ini bitta idishga ko'tarib oldik va qozonni yaxshilab tozalab, dumbani parya qilib to'g'rab, qozonni tagiga terib, uni ustidan kartoshkalarni terib oldik. Shunda kartoshkalarni usti xrushchash, ichlari pyuredek haqiqiy choyxonalardagidek qozon kabob bo'lib chiqargan qizlar. Uni ustidan koreykalarni terib, ko'tarib olgan yog'imizni 2 cho'michini ustidan quyib yuboramiz. Yarim litr obi-hayot suvini quyib yuborsanglar, go'shtlaringlar xil yumshoqqina bo'lib pishadi. Tuz, zira va qozon kabob uchun maxsus ziravorlarni sepib, qozonimizni qopqog'ini yopib 1 soatga dimlab qo'yamiz. 1 soatdan keyin xo'jayiningizlarning qo'llaridan shunaqangi mazali haqiqiy choyxonalarda tayyorlanadigan qozon kabob ham tayyor bo'ladi. Videoni oila davrasida xo'jayiningizlar bilan tayyorlab ko'rish uchun saqlab qo'ying.